Interpol orqali xalqaro qidiruvda bo'lgan 12 o'zbekistonlik jinoyatchi Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga qaytarildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Ushbu qidiruvda bo'lgan shaxslar qanday jinoyat sodir etgan? Nima uchun ular ushlanib olib kelindi? Ushbu holatga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining matbuot kotibi polkovnik Shohrux G'iyosov bilan telefon orqali muloqot qildik va Yuzus sayti uchun eksklyuziv intervyu berdi. Joriy yilning iyun oyida mamlakatimiz huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvda bo'lgan 12 nafar O'zbekiston fuqarosi Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Ushbu tadbir O'zbekiston va Abu Dhabi Interpol milliy markaziy byurolarining hamkorlikdagi sa'y-harakatlari natijasida Birlashgan Arab Amirliklari politsiyasining ko'magi bilan amalga oshirilgan. Hozirda tegishli jinoyat ishlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ikki davlat huquq-tartibot idoralari o'zaro hamkorlikda ro'yxatlar almashgan va jinoyatchilarni topshirish bo'yicha kelishuvga erishgan. Endi ular qonun oldida javob beradi.